Wow. Steak tayyor. Ha, eski qadrdonimiz anomal issiq qaytmoqda. Bunday havoda ko'chaga chiqqing ham kelmaydi. Ammo nachora, ishga borish kerak. Lekin bolalarga kim qarab turadi? Bog'chalar bor-ku. Yangilikdan bexabarmisiz deyman? O'zbekistondagi bog'chalar bir necha kun kuzatilishi kutilayotgan anomal issiq havo sabab vaqtincha yopilishi mumkin. Bu haqda Maktabgacha va Maktab ta'limi vazirligi xabar bermoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, vazirlik mazkur masala yuzasidan hokimliklar, Sanepid qo'mita va O'zgidromet agentligi bilan muloqot olib borgan. Hokimliklar sharoitdan kelib chiqib, tegishli choralar ko'rishi belgilandi. Kun juda isib ketganda bog'chalarni vaqtincha yopish ko'zda tutilgan. Har bir hududiy bo'limlar o'z sharoitini o'rganib chiqadi. Keyin shunga qarab qaror qabul qiladi deya qayd etdi vazirlik matbuot xizmati. Avvalroq issiq sabab Qoraqalpog'istondagi ayrim bog'chalar vaqtincha 17-18-iyulgacha yopilishi xabar qilingandi. Bu qaror bolalarning sog'lig'ini issiq havoning ta'siridan himoya qilish va xavfsizligini ta'minlash maqsadida amalga oshirilayotgani aytilmoqda. Eslatib o'tamiz, bugun 13-dan to 17-iyulga qadar yurtimiz hududiga janubdan juda issiq ob-havo massalari kirib kelmoqda. Havo harorati eng jazirama kunlarda respublikaning katta qismida 41-43 darajagacha, shimol, janub va cho'l hududlarda esa 44-46 darajagacha ko'tarilishi mumkin. Olov ustidagi tovaning eng o'rtasi ko'proq, yaxshiroq qovuriladi. Shuningdek, Osiyoning o'rtasi ham. Lekin bu vaqtinchalik holat. Eng muhimi, bu vaziyatda o'zimizni maksimal ehtiyot qilishimiz kerak. Keyingi dasturlarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling. Ehtiyot 2 marta bo'lib qoldi-yu. Mayli, o'zingizni 2 karra ko'proq ehtiyot qiling.